Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Mani kuzatuvchilarim. Kecha 1,5 ming pul ishlagandim. Hali arendani berganim yo'q. Xudo xohlasa 30-chi bo'lsa bugun arendani berishim kerak, lekin menda pul yo'q. Hozir Xbet, o'sha Xbet, Melbet shunaqa qimor o'yinlarini yutishni yagona yo'li 8 yillik tajribamdan kelib chiqib aytaman sizlarga. Yagona yo'li kartadagi pulni naqd qilib olish. Hozir siz kartadagi pulni naqd qilib olmasangiz, xod 50 ming bo'lsin, xod 30 ming bo'lsin, xod 10 ming bo'lsin, bitta kiritib, masalan 10 mingni 20 ming yo 30 ming qilaman deb kiritib, o'sha 10 mingdan quruq qolishingiz bo'ladi.